لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ez qardaşlar anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Mağribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 9. tomu. Hazır okuyduğumuz istiğfar, tesbih, tahlil, tekbir, tahmid, evqala yani la havle ve la kuvvete aytish ve Peygamber aleyhisselamga durud ve salam yollashga kadar sahih hadisler. Tirmizi'nin sahih hadisida Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhumadan mundaq rivayet qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kishini jannatga kirgizadigan ikki xislat bor. Bularni qilish oson bo'lsa-mu, amal qilganlar oz. Har kim har bir namozdan keyin 10 qitim subhanalloh, 10 qitim alhamdulillah, 10 qitim Allohu akbar desin. Men Peygamber aleyhisselamning qo'li bilan sanag'anini ko'rdim. Bu tilda 5 vaqt namozda 150, ammo tarozda 1500 bo'ladi. İkinci xislat shuki, uxlaydigan chog'ingda 100 qatim tasbih, takbir va hamd aytsan. Bu tilda 100 qatim, ammo tarozi 1000 bo'ladi. Qaysi biringlar bir kecha kunduzda 2500 qatim gunoh qila oladi dedi. Sahobalar qandoq qila olsin, qila olmaydi degan edi. Payg'ambar alayhissalom biringlar namoz turganda shayton kelib, buni o'ylagan, uni eslagin dedi. Shuning bilan u odam o'zi sezmagan oldilar namozni o'qib tugitdi. Uxlaydigan chog'da shayton yana kelib, uni tez uxlashga undaydi. Shuning bilan u odam bular zikr tasbihning hech birini ado qila olmayla uxlab qoladi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Abdullah ibn Abu Avfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir odam Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Men Qur'onni yod ololmayapman, men bir narsa o'rgatgin" degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey Alloh, sen poksan, barliq hamd va sano sana xosdir. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh buyukdir. Bizda hech qanday kuch-quvvat yo'qdir. Alloh oliy va buyuk zotdir" degan dedi. U odam: "Ey Rasululloh, bu deganlaring Alloh uchundir. Men uchun aytqilik bir narsa yo'qmi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Bor. Ey Alloh, menga rahim qilgin, rizq bergin, meni salomat qilgin va to'g'ri yo'lga boshlagin" degan dedi. U kishi qo'lini yumib turib, "Mana endi bo'ldi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Bu odamning qo'li yaxshilikqa to'ldi" dedi. İmam Müslimning 2731 numaralı hadisida Abu Zar raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qaysi so'z eng afzal deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh farishtalari va bandalari uchun tanlagan Alloh pokdir, barliq hamd va sano uningga xosdir" degan so'zdir deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra va Abu Said raziyallohu anhulardan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh buyukdir desa, Alloh uni tasdiqlab, mendan boshqa iloh yo'q, men buyukdirman deydi. Banda yegani Allohdan boshqa iloh yo'q desa, Alloh mendan boshqa iloh yo'q, men yegandirman deydi. Banda Allohdan boshqa iloh yo'q, u yeganidir, sherik yo'qdir desa, Alloh mendan boshqa iloh yo'q, men yegandirman, mening sherikim yo'qdir deydi. Banda Allohdan boshqa iloh yo'q, podshohlik uning xosdir, barliq hamd va sano uning xosdir desa, Alloh mendan boshqa iloh yo'q, podshohlik menga xosdir, barliq hamd va sano menga xosdir deydi. Banda Allohdan boshqa iloh yo'q, barliq kuch-quvvat Allohga xosdir desa, Alloh mendan boshqa iloh yo'q va barliq kuch-quvvat menga xosdir deydi. Kimki kesildi bu so'zlarni desa, ondan o'lib ketsa, do'zax o'ti uni ko'ydirmaydi. Tirmizining Hasan rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'pirmoq qurib ketgan bir tut daraxtning yonidan o'tib ketib,
Assı bilan urgan edi, g'azonlar yerga to'kilib tushdi. Andin payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Hamdu sana Allohga xosdir, Alloh pakdir, Allohdan boshqa iloh yo'qdir, Alloh buyukdir degan kalimalar bandining gunohlarini xuddi mushu daraxtning g'azonlari to'kilgandek to'kitdi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Mirojga chiqqanimda Ibrohim alayhissalom bilan uchrashdim. U menga mundoq dedi: Ummatingga mendan salom degin. Ular jannatning bakmi chiroyli ekanligini, to'pisining mushki ambar, suyining bakmi tatliq, yerining tubtuz tikilgan daraxtlarning Alloh bakdir, hamda sana Allohga xosdir, Allohdan boshqa iloh yo'qdir va Alloh buyukdir degan so'zning iborat ekanligini bildirgan dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimki Alloh pok va ulug'dir, barliq hamdu sana uning xosdir desa, jannatda uning uchun bir tup xo'rim daraxt keladi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Yer yuzidagi insonlarning qaysi biri Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh buyukdir, Allohning yordamisiz hech qanday kuch-qudrat yo'qdir desa, dengiz ko'pikidek ko'p gunohi bo'lsa-mu kechiriladi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Zikrning eng afzali la ilaha illalloh, duoning eng yaxshisi alhamdulillahdir. Tirmiziyning Hasan rivoyatida dastlabki muhojir ayollardan Yusayra radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga mundoq degan: Ey ayollar, Alloh taologa tasbih tahlil, la ilaha illalloh va taqdis ulug'lash aytishinglar lozim. Bularni barmoqlarida sanab aytinglar, chunki barmoqlardan so'riladi va ular so'ziltiladi. Shunga hargiz g'aflat qilmanglar, bo'lmasa rahmatni unutib qolsizlar. İmam Müslimning 2702 numaralı hadisida Agar Muzani radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Shak shubhasizki, ba'zida qalbimni g'aflat qoplaydi. Albatta men Allohga kunda 100 qatim istig'for aytaman. Boshqa bir rivoyatda mundoq deyilgan: Ey insonlar, Parvardigoringlarga tavba qilinglar, chunki men uningga kunda 100 qatim tavba qilaman. İmam Buxariyning 6306 numaralı hadisida Shaddad ibn Avs radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Tövendeki dualarning eng buyukidir. Ey Alloh, men sening qulingman. Ey Alloh, sen mening Rabbimsan. Sendan boshqa iloh yo'qdir. Sen meni yaratding. Men sening qulingman. Kuchimning yetishicha sening ahd farmoningdaman. Qilgan gunohlarimning yomonligidan sana sığınıp panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohimni e'tirof qilaman. Mening gunohlarimni mag'firat qilgin. Sendan boshqa hech kim gunohlarini kechira olmaydi. Kimki chin ko'ngildan haqiqiy ishonib, bu duoni kunduz o'qisa va shu kuni kechkirishdan burun o'lsa, u jannat ahlidan bo'ladi. Kimki chin ko'ngildan haqiqiy ishonib, bu duoni kechqurun o'qisa va shu kecha tong etishdan burun o'lsa, u jannat ahlidan bo'ladi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Bilal ibn Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimki Allohdan mag'firat tilayman, uningdan boshqa iloh yo'qdir, u hamish tirikdir, samimiy hamman idora qilg'uchidir, uningga tavba qilaman desa, urush maydonidan qochsimi gunohi mag'firat qilinadi. Muslimning 2691-hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Kimki kunda 100 qatim yolg'iz Allohdan boshqa iloh yo'q, uning sheriki yo'q, podshohlik uning xosdir, barliq hamdu sano uning xosdir, u hamma narsa qodirdir desa, 10 qul ozod qilgan va 100 yaxshilik qilganning savobi beriladi, 100 gunohi o'chiriladi.
Shu kuni kechgacha shaytonning yomonligidan saqlanadi. U kelimini uningdan ko'p zikr qilganlardan boshqa hech kim shu kun ichida uningchalik savobli ish qila olmagan bo'ladi. Kimki Alloh pakdir, barliq hamdu sana uning xosdir degan so'zni 100 qatim o'qisa, dengiz ko'pkidek ko'p gunohi bo'lsa-mu kechiriladi. İmam Müslim'nin 2693 numaralı hadisida Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki 10 qatim yolg'iz Allohdan boshqa iloh yo'q, uning sheriki yo'q, podshohlik uning xosdir, barliq hamdu sana uning xosdir va u hamma narsaga qodirdir desa, Ismoilning avlodi 10 qulni azod qilganning İsmoil avlodidan 10 qulni azod qilganning savobini oladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Inson cho'ng gunohlardan saqlanib, chin qalbidan Allohdan boshqa iloh yo'q desa, u kalimiga osmonning barliq eshiklari ochildi va u toki erishga yetib boradi. Tirmizining Hasan rivoyatida Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki bozorga kirganda yolg'iz Allohdan boshqa iloh yo'q, uning sheriki yo'qdir, podshohlik uning xosdir, barliq hamdu sana uning xosdir, u o'ltiradi va tirildirdi va hech tirikdir, hech qachon o'lmaydi, hamma yaxshilik uning ilkididir va u hamma narsa qodirdir desa, Allah uningga 1 million savob yezib, 1 million gunohini o'chirib tashlaydi va martabasini 1 million darajaga ko'taradi. İmam Müslimning 2726 numaralı hadisida Juvayriya radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qigandan keyin chiqib ketdi. Men masjidda o'tirib qoldim. Chashka vaqti bo'lganda Payg'ambar alayhissalom masjidga kirib ketdi va mening taxicha o'tirganimni ko'rib, "Sen taxicha o'tiribsan-ku?" deb so'radi. Men "Ha" degan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Men sendan ayrilgandan keyin Alloh pakdir, men uningga mahluqotning sonicha, erishning ig'irligicha, kalimalarining sonicha va o'zi rozi bo'lg'icha hamdusini aytaman" degan 4 kalimani 3 qitim o'qidim. Agar bu 4 kalim bilan sening bir kun kechgacha o'qiganlaring tortilsa, bu 4 kalim cho'qim ig'ir keladi, dedi. Subhanallohi ve bihamdihi adada xalqihi ve rida nefsihi ve zinata arshihi ve midada kelimatihi. İmam Buxariyning 6682 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Tilga aytilishi yengil, taroziga ig'ir, Allohga eng suyimli bo'lgan 2 kalima bor. Ular Alloh buyukdir, Alloh barliq hamdu sana Allah paktur, barliq hamdu sana uning xosdir, Allah paktur va buyukdir degan kalimalardir. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. İbn Majah'ning Hasan rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar alayhissalom qachonki xursand bo'ladigan bir narsa ko'rsa, ne'mati bilan yaxshi ishlar tamomlanadigan Allohga hamd sana bo'lsin deydi. Qachonki o'zi yoqtirmaydigan bir narsa ko'rsa, har qanday holatda Allohga hamd sana bo'lsin deydi. İmam Buxoriyning 6384 numaralı hadisida Abu Musa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan billa safarga chiqdik. Bir to'pilikka chiqqanda takbir aytdik. Payg'ambar alayhissalom: Ey insonlar, jininglarga ichinglar og'risin. Sizlar go'shakkochini emas, balki sizlarni doim anglab ko'rib turadigan zotga duo qilyapsizlar, dedi. Ondan mening yanimga keldi. Men ishimda Allohning yordamisiz hech qanday kuch-quvvat yo'qdir deb aytdim. Payg'ambar alayhissalom: Ey Abdullah ibn Qays, Allohning yordamisiz hech qanday kuch-quvvat yo'qdir degin, chunki u jannatning xazinalaridan biridir, dedi. Yana bir rivoyatda: Ey Abdullah ibn Qays, sana jannat xazinalaridan bir kelima o'rgataymi?
u bo'lsa kuch quvvat faqat Allohga xosdir degan kalima deganligi rivoyat qilingan. İmam Müslimning 2704 numaralı hadisida Abu Musa radhiyallohu anhu biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga g'azotga chiqdik deb yuqori hadisni bayon qilgan. Bu hadisda yana duo qilgan Rabbinglar sizlarga mingan tuganglarning bo'ynidan yaqindir deyilgan. Ammo uningda kuch-quvvat faqat Allohga xosdir degan so'z rivoyat qilinmagan. Tirmiziyning sahih rivoyatida Qays ibn Said ibn Ubada radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qilindi. Dadam meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatiga olib bergan edi. Men namozni o'qib turishimga payg'ambar alayhissalom yonimda o'tib ketib, putimga tepib qo'yib, seni jannat darvozalaridan biriga boshlab qo'yaman dedi. Men ma'qul degan edim. Payg'ambar alayhissalom kuch-quvvat faqat Allohga xosdir dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom menga kuch-quvvat faqat Allohning yordami bilandir degan so'zni ko'p degan, chunki u so'z jannat xazinalaridan biridir dedi. Ravilardan Makhul mundoq deydi. Kimki kuch-quvvat faqat Allohning yordami bilandir, Allohning dargohidan boshqa qochadigan joy yo'qdir desa, eng tövini kambag'allikdan tortib, jami 70 turlik ziyonliq ishning oldi elinadi. İmam Müslimning 405 numaralı hadisida Abu Mas'ud Ansari radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Biz Said ibn Ubadaning majlisida edik. Payg'ambar alayhissalom kirib keldi. Bashir ibn Said uningga: "Ey Rasululloh, Alloh taolo bizni sana durud va salom yo'llashga buyurdi. Biz uni menga qo'yib beramiz" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom javob bermay jim turdi. Biz koshki so'ramagan bo'lsa deb o'yladik. Keyin payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Ey Alloh, İbrahim aleyhisselam ve onun ailesiga rahmet kılganındek Muhammed aleyhisselam ve onun ailesiga rahmet kılgan. Ey Allah, İbrahim aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata kılganındek Muhammed aleyhisselam ve onun büyük ailesiga rahmet danglar. Onun ailesiga bereket ata kılgan. Hakikaten sen mahsus layık büyük sen danglar. Salam bolsa sizler bilgeninglardek yani teşehhütte oturganda okulduğun duadır." Tirmizining sahih rivoyatida İbrahim alayhissalom va uning oilasiga barkat berganingdek Muhammad alayhissalom va uning oilasiga barkat bergan. Haqiqatan sen maqtash loyiq buyuk zotsan deyilgan. İmam Buxoriyning 6357 numaralı hadisida Abdurrahman ibn Abu Layla mundoq deydi. Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu uchrab qolib mundoq dedi: "Sana bir hadiya beraymi?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yanımızga keldi. Biz: "Ey Rasululloh, sana qandoq salom qilishni bilamiz, ammo sana qandoq durud aytamiz" deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Ey Alloh, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga rahmat qilganingdek Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning oilasiga rahmat qilgan. Haqiqatan sen maqtashga loyiq ulug' zotsan. Ey Alloh, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga barkat ato qilganingdek Muhammad alayhissalom va uning oilasiga barkat bergin. Haqiqatan sen maqtashga loyiq buyuk zotsan" danglar dedi. İmam Buxoriyning 6358 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, sana salom yo'llashni bilamiz, ammo qandoq durud aytamiz" deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Ey Alloh, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga rahmat qilganingdek payg'ambaring quling Muhammad alayhissalomga rahmat qilgan. Ey Alloh, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga barkat berganingdek Muhammad alayhissalom va uning oilasiga barkat ato qilgan" danglar. Nasaining sahih rivoyatida Talha radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib: "Ey Rasululloh, sen qandoq durud aytamiz" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga rahmat qilganingdek Muhammad alayhissalom va uning oilasiga rahmat qilgan. Haqiqatan sen maqtashga loyiq ulug' zotsan. Ey Alloh, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga barkat berganingdek Muhammad alayhissalom va uning oilasiga barkat bergan. Haqiqatan sen maqtashga loyiq buyuk zotsan" danglar dedi. İmam Buxoriyning 3369 numaralı hadisida Abu Humayd Saidi radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Sahobalar:
Ey Allah'ның payg'ambari, sana qandoq salom yo'llaymiz deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom mundaq qilinglar dedi. Ey Allah, İbrahim alayhissalomning oilasiga rahmat qilganingdek, Muhammad alayhissalomga, ayollarga, farzandlarga rahmat qilgan. İbrahim alayhissalomning oilasiga barkat berganingdek, Muhammad alayhissalomga, ayollarga va farzandlarga barkat bergin. Albatta sen maqtashga loyiq buyuk zotsan. Tirmiziy Nasaining sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: kimki menga bir qatim salom yo'llasa, Alloh uningga 10 qatim salom yo'llaydi. 10 gunohini o'chirdi va martabasini 10 daraja yuqori ko'tardi. Nasaining Hasan rivoyatida Abdullah ibn Abu Talha radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xushalxo'ram yetib keldi. Uningga: "Ey Rasululloh, yuzingdan xushallik ifodasi chiqib turdi" degan edi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi. Yanimga bir farishta kelib mundoq dedi: "Ey Muhammad, Rabbing sana salom yo'lladi va kimki sana bir qitim durud aytsa, men uningga 10 qitim rahmat aytaman. Sana bir qitim salom yo'llasa, men uningga 10 qitim salom yo'llayman. Bu seni xursand qilmamdi" dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Mening ismim zikr qilinganda, menga durud va salom yo'llamagan kishi haqiqiy baxildir." Nasaining sahih rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Allohning yer yuzida aylanib turadigan farishtalar bor. Ular ummatimning salomini menga yetkazib turadi." Ibn Majahning Hasan va sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kim menga durud va salom yo'llashni unutsa, jannat yo'lidan adashgan bo'ladi." Allohim hammalarning duosini ijobat qilsin. Alloh xolisa keyin qatimda zohidlik, kambag'allik, orzu umid va erishmanlik bo'limini o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.